erishamiz birgalikda. Bizning shior kuch birlikda, Orolimiz nomidor. Qo'rqitolmas bizni to'fon, yovuzlikdan bu olamni saqlab qolamiz omon. Bu o'lka bizning makon, baxt bo'lar begumon. Toshlar kuchi, tasli olov, muzliklar va tengsiz shamol. Garmiti hushyor turlar har on. Garmiti Suv ostiga sayohat Chaqmoq studiyasi tomonidan maxsus dublyaj qilindi. Keyingi yillik sarbolagi va nihoyat yaqinimizda. Unda sen to'g'ri yo'lni tanlabsan, Aykar. G'or qarshimizda. G'orlar esa meni yoqtirgan joyim. Biz aynan belgilagan joyga keldik. Bu g'or juda ham chuqur ekan. Trek bo'lagi aniq shu yerda, lekin okean kuchi uni sho'ktirib yuborgan. Balki sen adashgandirsan. Axir qanday qilib toshlar suzadi? Ular og'ir bo'ladi. Bu aniq meniki emas. Ey, men hamkorimning yaxshi suzuvchisiman, lekin suv suzish uchun juda ham sovuq ekan. Sizlar bu sovg'ani kutmagan edingiz, to'g'rimi? Sizlar meni eng yaxshi sovg'aga olib keldingiz. Sado, Trek, suvga sakra. Menda boshqa bir ajoyib fikr bor. Garmiti, unsurlar ritsarlari, tosh kuchi. Seni chorlayman, Hirot. Hirot, toshdek mustahkam. Nima bu? Garmitimi? Meni yo'limdan qoch. Zulmat kuchi. Toshliklar hamisha sehrdan kuchli bo'lishadi. Tosh zarbasi. Xo'sh, o'zgarishlar qanday ekan? Menda ham yangi kuch bor. Trek, diqqatingni jamlaganingda u tamom bo'ladi. To'g'risini aytsam, men sen bilan birga bora olmayman, Aykar. Sen uchun juda achinarli. Yana sen. Kush. Nima bo'ldi? Men suv ostida nafas olyapman. Ha, albatta. Axir menda okean bo'lagi bor. Ha. Endilikda menda okean kuchi bor. Yo'q, meni ko'zimga boshqa ko'rinma va menga xalaqit berma, xo'pmi? Mana o'sha bo'lak. Meni toshlarim dars ketyapti. Bu bo'lishi mumkin emas. Yirik, qara. Bu meni kuchimni zaiflashtirmoqda. Qara, men o'zimni sehri bilan sendan kuch oldim. Endi ko'raylik qanday kuchli ekanligimni. Kristal zarba. Tosh qo'l. Meni vaqtim oz qoldi. Kuchim esa qolmadi. Oykirga tezroq ayt, toshni tezroq topsin. Sizlar uni hech qachon ogohlantira olmaysiz, chunki u katta bo'lmagan sovg'a kutyapti.
Deyarli yaqinlashdik. Uch maxluqlar. Iya. Bu yerga o't kichkina maxluqcha. Men senga biror narsa bo'lishini xohlamayman. Hujumga. Okean kuchi ajoyib, lekin meni bo'lak kutyapti. Bu bo'lak emas, bu qandaydir marvarid. Hayvoncha, gapirma. Elistar bo'lagi, balki sen ahmoq emasdirsan, lekin hammasi yaxshi. Ey, qo'yib bor. Qanaqasiga qo'rqobsiz soch, maxluqlardan himoyalanaman. Meni eshit, agar sen meni tushunsang, menga sening yordaming kerak. Men ortiq bardosh bera olmayman. Tezlash, Aykir. Bu senmisan? Lekin hozir bandman. Aykir? Aykirga hozir yordam kerakmi? Drek, nima bo'ldi senga? Aykirga yordam kerak, lekin sen mensiz jang qila olmaysan. Men uni ushlab turaman, lekin tezlash. Bu suv qandaydir chig'anoq? Meni qo'yib bor. Men jang qilishim kerak. Meni qo'yib bor. Nega u meni qo'yib bormayapti axir? Nima uchun bo'lishi mumkin? Nima? Axir unda bo'lak bor. Albatta, marvarid. Chig'anoq bo'lakni uni marvarid deb o'ylayapti. Qirg'iz, marvaridni qanday bo'lishimiz mumkin? To'xta bu. Hammasi tamom deb o'ylayman, lekin juda erta. Rek, marvarid. Menga marvarid kerak. Men bunga ziyon yetkazishni xohlamayman. Mana, bu seni marvariding. Buni ol. Hey, rahmat. Rek. Sen qachongacha chiday olasan, Garmiti? Shuni bilginki, mening jarchim tez orada qaytadi. Jangching meni jangchilarimga yengilgan. Endi u hech qachon qaytmaydi. Bu ishlaydi deb umid qilaman. Sen tamomsan, Garmiti. Nima bo'lyapti? Qaytganing bilan Drek, endi esa diqqatingni jamla. Mening kuchim qaytdi. Buni qabul qil, Darkon.
Yo'q, yo'q. Ha. Sen okean bo'lagini qo'lga kiritding. U shu yerda, u endi xavfsiz joyda. Okean va chaqaloqlar bir-biriga ahmoqlarcha bog'liq. Aytishim kerakki, sen bu borada xato qilmabsan. Bizga tush. Multfilm Chaqmoq Studios tomonidan maxsus dublyaj qilindi. Dublyajda artistlardan Shadow, Luke, tarjimonimiz Madina, montaj ustasi Shadow. Bizdan uzoqlashmang, biz siz uchun doimo harakatdamiz.